Rangla maşina bozorda bir dana bot tuttu, yagona bu. Ağa o'zingiz ma'lumot bering. Tak. 2024-yıl. Ha. Aykar 03 modeli. 505 km yürüdü Offroad. Nedorожник rejimleri ham bor. Sport 5-6 xil rejimleri bor. Mashina keramika polirovka etilgan, 4 yumshoq baloni qo'yilgan. Xullas hamma narsasi bor. Alabaydagi mashin. Idealli. Toza 25 mi bu? 24. Ha, 24-yil. Ha. 39 ming yurgan, probegi kraskasi 100% javob tekshirib ko'rib olaveradilar. Qancha so'mda turibsizmi? 325 million tutibmiz. Sizlarni podpischilaringiz bo'lgan bo'lsa, zakon etib kelishtirib beramiz. 325 milliondan gelişesizler. Ha. Ada görünüşü 500 milyonluk maşinini beradi ekan. O'zi 493 million mashinangimmi tozasi. Ha, hozir chiqib turgani bormi buni? Yo'q, bu boshqa chetdan Şu kiradi. vaqt olinganmi? Ha, chetdan kiradi. Elektrokar 405 yil ekan, kimga qiziq bo'lsa 505 ha, yurdi. 505 yil ekan hozir. Kimga qiziq bo'lsa nomer ayting. 91 996 66 55. Shu nomerga bog'lanaverasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, обязательно iloji bo'lsa kechda 11 dan keyin urmanglar. Ya uraversin fark Ha, uraversin, farqi yo'q ekan, birada. Любой moment aloqaga chiqib, Любой момент. Xolos avtokredit ham etib ko'ramiz. avtokreditdan chiqadi u. Endi shu o'rinda Boshlang'ich to'lovi bo'ladi, necha so'm? boshlang'ich to'lovi bo'ladi. Endi shu o'rinda gaplashamiz. Qiziq bo'lsa bo'ldi. o'sha. Kia K5 534 millionlik mashinangning bugungi kunda salonlarda buni bahasi 440 million. 2024 keramika polirovka bo'lgan, 4 yumshoq balon qo'yilgan. Mashina $1,5 metan gaz ham qo'yilgan. Ha, metan gazdanmi ba'zi? Metan gaz ham bor, mashina 16 ming probekda tutdi. Rasxoddan chiqib qoladimi undan metan gazda? Почти elektromobil bo'ladi bu. O'zi tak o'zi oziylik bo'ladi. Ama rasxoti oz. Metanda общем ekonomishlik bo'ladi. Metanda ham salon garantiyalari chiqmagan. Salon garantiyalari hamma narsasi bor. Tak. Buni где-то bir 140 million so'mlar bilan bersak bo'ladi. Lekin o'zini bahasi 440 million, avtokreditda 140 millionlar bilan chiqadi. 140 millionlar bilan chiqadi. Metan garantiyalari ham hamma narsasi, salon garantiyalari hamma narsasi 100% to'liq. Probek 16 ming. Liboyla tekshirtirib, kraskasini ham probekini ham javob. Bu aşı nomerda bungamang. Ha, 91 bog'lansalar bo'ladi. 996 66 55. Urib bog'lanaveradi. Atak o'zini tan narxidan qaytib berasiz agar naqd bilan kelsa. Naqd bilan kelsa qaytib beramiz, lekin salonda 534 million turibdi. Hozir bergan nomerga bemalol telefon etsanglar bo'ladi. Egasi 24/7 aloqada ekan. Yana bir mashinamiz bor dedi. Lekin u Tracker. Tracker ham Captiva 5 ham. Biza Captiva 5 nasak bo'ladi. Genç haqqında Tracker savdo bo'lib turibdi, savdosidan keyin ham savdo qilamiz. Savdo bo'lib tutgan bir hafta. Captiva 5 2023 bir krelanda petnosi bor. Mashina 4 dona diska balon qo'yilgan, zo'rindan. Yana buni o'zini rodnoy diska balon ham bor. Qo'shib beraman o'zini rodnoy diska balon. O'zini rodnoy diskani ham barabar bersa agar bunga bir narsa ham bo'lsa. Ha, 4 dona rodnoy diska. Tonirovka rasiyasi hali 11 oy bor. 11 oy bor, paroklar ham qo'yilgan. Mashinada bir krelanda petnosi bor. 39 ming yurgan. Boshqa yerdan javob, ko'rib tekshirtirib olaveradilar. Bahası 260 milyon so'm. Ha, 260 milyona oho, zakonni baho aytdingiz lekin sanalar. 260 milyon so'm. Yo'q uning baho. Yo'q, sanalar. Ko'raverasizlar, Liboy yerni. Biz bozorda kam bu mashinalar. Ha, 260 milyon so'm. 23, 39 ming. Mashinaning texnikasi hech qanday ishi yo'q. Motor xodoy ham mendan javob. Tonirovka ruxsat bor dedi, brat. Texnikasi 100% garantiya. Liboy yerini tekshirib olaverasizlar dedi. Ko'rachi brat 24/7 aloqada agar mashinani ko'rib turib olaman shu mashina desang ustida kelishib ham beradi, pulni ham qaytib beradi. Ha. Shu telefon nomer 91 996 66 55.